Assalomu alaykum. Bizni kuzatib boradiganlarga yoki tasodifan ko'rib qolganlarga sizlar bilan Mohira Hayitboyeva. Siz intiqob kutgan o'sha intervyuni boshladik. Ko'plab muxlislarning qalbidan joy egallagan Kenji guruhi yigitlari hayotda aslida qanday? Ularning nafaqat yoshi, balki dunyoqarashi, xarakteri va hattoki qiziqishlari ham turlicha. Batafsil shu haqida gaplashamiz. KND, ya'ni Kanxanyazabdil, o'zbekchasiga shiddatli yigitlar deb tarjima qilinadi. Guruh 2022-yil 10-dekabrda tashkil topgan, 2023-yilda faoliyatini boshlagan va shu yilning o'zidayoq Kenji o'z kenjislarini topishga ham ulgurgan. Guruh jami 5 yigitdan tashkil topgan bo'lib, ularning yoshi turlicha. Silas tavallud ayyomi 2002-yil 25-aprel, Theodor 2003-yil 8-sentyabr, Isaac 2004-yil 22-aprel, Monster Boy 2004-yil 29-aprelda tug'ilgan bo'lsa, guruhning kichik a'zosi Davis 2005-yil 7-avgustda tavallud topgan. Hi guys, we are Kenji. Ben 2-3. Oxirgi paytda sizda har doimdagi Lekin bu birozda Bugun kech qoldim biroz. oynaga ko'p qaraydi. 1 2 3. qachon o'ynay qaraganimni ko'rgansiz? To'liq rasm shu zani o'ynada. Kim eng kulgili memlar yoki videolar topib hammaga jo'natadi? Hali so'zini qanday tashlab o'tiraman. Mayli. Ya Isaac kido. Isaac Davis. Ashi yarama. Ikkalasi bir tashlab. Mana shu ko'pincha shu ikkalasi tashlaydi. Bitta odamga ishonib, sayohatga, safarga yoki aytaylik cho'lga borishingiz kerak bo'lsa, kimni tanlaysiz? Plakatda bo'ygan. Hech 1 2 3. Guruhda kim eng yaxshi pazanda? Qafali. Yaxshi. Kim hatto tuxum qo'yishni ham eplay olmaydi? Ha, bo'ldi bilaman hozir. Buni qadam yo'q bo'lsa kerak, lekin Bilganlar ham bor. taxmin bor. 1 2 3. Rasmiy. Kim o'zining yomon odatini eng ko'p inkor qiladi? 1 2 3. Mana qachon qildi? Lekin salisan to'g'ri lekin. Balki salisdan yozib qo'ydi. Kichkina. Nimaga? Ko'pincha Davis. Hammalariga Davis. Kichkina bo'lmagan mana. Kim juda ham ehtiyotkor? Tayyor turibman. Ehtiyotkor? 1 2 3. Mana sayilsa o'ynayman. Kim beparvo yoki e'tiborsiz? Ya'ni